Bugun Farg'onada Kazinkada degustatsiyamiz, sazan balig'imiz degustatsiyasi bo'lyapti. Hozir ish jarayonida. Xudo xolasa, bu baliqning mazasini ko'rib, xaridorlarimiz va baliqni qanday pishirishga, qanday holatda yeyishga o'rganishadi. Ham baliq nimada pishirilgan? Mangalda pishirilgan. Steak qilib. Oling, kendimga berasiz. Yo'qsiz, mangalda pishirilgan oka. Yo'qsa, shu yerda sotiladi, kelaverasiz baliq. Пожалуйста, возьмите. Baliqli steak sazan baliqdan bo'lgan. Sazan baliqni steak pishirganmiz. Xo'p, baliq sazan baliq yo'qsiz. Cho'g'da pishirilgan, mangalda pishirilgan. Baho berasiz tamiga. Yoqimli ishtaha. Mangalda pishirilgani yo'qsiz. Qani? Qani? Oling aka. Oling. Sazan baliq aka. Steak qilib pishirilgani bu. Yo'qsiz, yo'qsa kelaversa shu yerda sotiladi. Yoqimli ishtaha sizlarga. Keling aka. Mana. 25 xil baliq keladi bizga. Marinovkasi juda oddiy aka. Tuz bilan priprava, ozgina achchig'ini ta'm beradi. Bepul degustatsiya ketyapti. Sazanniki mangalda pishgan aka. Ha, tatib ko'ring, bemalol. Priprava bilan tuz. Ortiqcha narsa qo'shmaysiz. O'shanda baliqning o'zining mazasi chiqadi. Bu cho'g'da pishganiga ham mazasi zo'r bo'lyapti, sochini bo'lyapti. Yog'siz. Ha, yog'siz. Yo'q, umuman 100% yog'siz bu baliq. Umuman yog' yo'q, chunki bu balanslashgan yemda katta bo'lganda baliqlar. Kelinglar, Karninkada bepul degustatsiya bo'lyapti sazanniki. Keling ol. Bu sazan Karninkada bepul degustatsiya bo'lyapti. Tatib ko'rishingiz mumkin, mazasi a'lo darajada. Ha, qo'yib turing. Ashu bola chakka qo'yib dedi mana. Sazan Karzinkamizdan bepul degustatsiya bo'lyapti. Tatib bahosini beringlar. Nima go'sht bu? Sazan. Qiltirrakam yo'ringlar bemalol, xudo xolasa.